Mana o'rtada qahraton qilichin qayrar, sakrab o'tib bo'lmas kuzdan bahorga, kolonkaga yetib borsak balki dil yayrar. Salom aytib qo'ying bizdan metanga. Ey mag'zun nigohlar, ey gulog'ochlar. 80 benzin qa'ridan toping ilojlar, metan tomon uchgan ey qaldirg'ochlar. Salom aytib qo'ying bizdan metanga. Qaranglar. Ochiq ploshli, bezochurt keladigan joylar ham keldi. Kelib gaz qilib ketinglar akalar. Yo'q, aka. Nimaga go'mcha chiqadi? Mana tashrimiz bilasiz, aka uncha yani video tashirmayman. Basharam ham ishi yotibdi, aka o'shanga. O'zimiz aka. Ketamiz aka mana ishxonaga. Xo'sh aziz do'stlar, biz navbatdagi ish kunini xudo xolasa boshladik. Mashinamizdan ko'rib turgan edik, mo'yka qilib bo'ldik. Kстати, kecha boshqa balon, nariga balonlarimizgacha boshqa balon taxdik. O'zini zavodskiy baloni bor edi bizda. Jiyanimizni o'sha marida qilgan ishi bilan mana boshqa tansiyalarimizni balansировка qilib turib, yelkitga qilib turib shuni taxdik. Biz ko'rib turganlaringizdek uklondamiz. Повышение unda ham, bunda ham o'lib yotibdi. Efirda faqatgina bitta zakaz. Bugun nasib qilsa mana bu ham ketdi. Sipochkali emas, balkim xudo xolasa efirdagi zakazlar bilan ishlashga, shuni obzor qilib berishga sizlarga xudo xolasa harakat qilamiz. Sizlar bilan ko'rishib turganimizdan har doimgidek qadrli do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Xursandmiz kanalimizga, Taxi Store kanaliga xush kelibsizlar. Bugun xudo xolasa haftani qaysi kuniga? Dushanba kuni 10-mart, ro'za oyining 10-kuni xudo xolasa biz aytganimizdek ishga chiqib oldik. Narigi ish smenamizda bo'lsa xudo xolasa mana nima desam bo'ladi? 36 ta zakaz bilan qotdik. 36 ta zakazni pulini biz Instagram sahifamizda va Telegram kanalimizda qo'yib ketdik. Rezultatini Telegram kanalimizda описаниялari har biri silkasi описаниеda va kommentariyada va undan tashqari kommentariyada silkasini yozib oling deb so'rasangiz, biz sizga silkasini jo'natib qo'yamiz. Bemalol o'zingizga kerakli bo'lgan savollarga Uklon qirollari, Yandex qirollari va Taxi Store kanali orqali javob olishingiz mumkin. Biz bo'lsa yangi kunda, yangi haftada ish jarayonini xudo xohlasa boshladik. Aytganimizdek, bugun ko'proq efirdan zakaz olishga, sizlarga video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Ko'p bo'sh yurmasligi uchun, kilometraji pustoy aylantirmasligi uchun biz o'zimizga birinchi zakazni qabul qildik aziz do'stlar. Standart tarifidan kelib tushgan zakaz klientimizni 7000 uklon 3500 4 kilometrga. Ketdingmi? Javob qaytarishni boshladi. Javob qaytarganlarida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rnlaridan turib chiqib ketdilar. Abu Bakr Siddiq hayron bo'lib gap urushni to'xtatib, ketlaridan borib, "Yo Rasululloh, shuncha mahal eshitib turdingiz. O'tkazib olgandan keyin javob qaytarishni boshlasam, chiqib ketdingiz. Nima xato ish qildimki, siz unaqa qildingiz?" deganda, Payg'ambarimiz o'rgandi. Payg'ambarimiz aytganki, "Senga odam gapirayotganda, yomon gapirayotganda, sen uchun Alloh farishta jo'natib, o'sha odamni o'ziga sen o'zing shunaqasan, sen o'zing mana shunaqasan, sen o'zing unaqasan deb, sen uchun o'sha farishta javob qaytaryapti. Lekin sen turib o'rningdan shaytoniy anaqasi kirib olib, sen javob qaytarishni boshlading, farishta qochib ketdi. O'shaning uchun men ham chiqib ketdim" degan ekanlar. Abu Bakr Siddiq o'shandan keyin nima qilgan ekanlar? Og'izlariga tosh solib yuradigan bo'lgan ekanlar. Qarang. Tushundingizmi? Siz hozir 50 ming dollar pulni muxlatib ketishdi, duosi bu duosi. Dardingizni bandasiga yetmang, bandasiga o'zingiz xor qilmayman. O'shaqa bo'lib qolganman, unaqa bo'lib qolganman. Nervni bo'lmang. Musulmon odam unaqa bo'lishi kerak emas. Ukam, men to'xtating. Mashdami? Siz 200 ming ishlasangiz bir kunda 200 ming berib yubormaysiz-ku hech kimga. Endi hamma sharoitdan kelib chiqib beradi. O'shaning uchun. Yo'q, kerak emas sizga o'sha. O'zingizga qarang. Menga o'sha pul gapirasiz. Shunaqa kampitganli klientlar ham bor. Chiqishlari bilan nolib nimadir deb bir narsalar keyin mayli ro'zador ekanlar, ro'zalari ochilib ketib qolmasin, g'iybat safiga kirib qolmasin deb shu yo'ldan qaytarishga harakat qilsam, o'zim mursh berdilar. Shunaqa kampitganlar odamlar ham bor o'rtoqlar. Ishimizda faqatgina klient olib borib qo'yishdan iborat emas, balkim psixolog bo'lib ham biz ishlaydigan bo'lib qolganmiz aziz do'stlar.
Ya'ni shuncha Yandex'chilar bor, mana hozir tanlayman shu gruppada. Hammasi ham bo'lmasa ham mana shu gruppada 70% Yandex'chi bor-edi. Как положено, ko'p sir-sinoatlarni biladigan, ancha yil staji bor, Yandex sohasi bo'yicha bilimi bor insonlar-da. Chunki bilaman bu gruppa qanaqa gruppaligini. Qanaqa yorib boradigan aka-ukalar borligini bilaman Yandex. Mana bir kunda necha soatga bloklaydi? Hozir 14 soat ishlasangiz yoki 12 soat ishlasangiz, keyin yana 6 soat dam olib yana bu yog'i borib 1 millionga chiqarib bo'larmikin savdoni? Nima deb o'ylaysizlar akalar? 1 millionga chiqarish uchun nima qilish kerak? Necha soat ishlash kerak? Qanaqa ishlash kerak? Shu mana shu prinsipalni bitta tuzib bersanglar menga bitta ishlab ko'rardim. Mana Rozani kuni Mёртвый bilasizlar. Uni ham hisobini olinglar. Zona yo'q почти. Uni ham hisobini olinglar. Тем более stam. Klublar ishlariga. Alloh hammamizga insof bersin. Eng asosiysi. Qolgan hammasi bo'laversa ekan. Telegramdan qo'ydi. Keyingi klient o'rtoqlar ko'chadan. Oka, o'rtasidan yoping, o'rtasidan. Kalpaklarim bor edi. Keling aka. Mana oldiga o'tirib oling, sig'as. Mashinamiz keyin-ku. Oka deydi, ha. Agar ochib qo'ydim aka. Aytishmoqda nima bo'ldi? Qulay bo'lsin sizga. Keyin qulay bo'libdi. Xullas o'rtoqlar, biz liniya yoqib ishlashga qaror qildik. Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshi. Charchamayapsanmi? Maktabga ketyapsanmi? Yaxshi. Tak, hozir biz qanaqasi yurishimiz kerak? Chapga. Chapga 10ga, keyin Chapga 10ga. yana 10ga keyin. Sog' bo'l, charchamay, rozi bo'l, ukam. Ishingga rivoj. Xo'sh, 29 ming so'm sizmi? Voy, buni yuziga chiqmaydi lekin. Chiqsa ham qolganini kartadan tashlab berishim mumkin, 50 ming berib. Bo'ladimi? Xo'sh. Tak, navbatdagi uklondagi zakazimiz edi. Nechinchi zakaz ekan? 3-chi zakazimizmi? Shunaqa bo'lgan ekan. Ko'chadan 2 ta, uklondan 3 ta, 5 ta bo'lyapti. 15 kilometrga 33 ming so'mga olib kelib qo'ydik. Ya'niki 29 ga to'r bo'lyapti. Shunda 4 ming shapkasi deydi, nimasi deydi. Efirdan olib ishlaydigan bo'lsa, efirda почти что zakazlar ko'rinmayapti. Shuning uchun biz hammasidan olishga, pusto yurmaslikka harakat qilamiz. Bizga mana keyingi zakaz kelib tushdi. Shu zakazga qarab yo'l olamiz. Shu navigatorlar rassa bir rasvoqda shu klonni bor-ku. Umuman qulaylik degan narsa yo'q. O'zingiz qaysi qolay? Qaysi shu? Xo'sh o'rtoqlar, 25 ming, xullas 30 mingga olib kelib qo'ydik 8 kilometrga. Mana shu mayda chuda qilib anaqa tashlashiga bir xil mahal tushunmay qolaman klonni. Bu fakt shu. Zakaz bor, yo'q emas. No. Bizga keyingi zakaz kelib tushdi. Prям nituda joyda ekan, 1.7 kilometrdan olib boradigan joyimizni Otchopar. 850 metrga, 4 kilometr 850 metrga 15500 so'mga olib qo'yishimiz kerak. 1.7 bu agarki eng asosiy yo'ldan turib qayilganimizda 1.7 bo'lardi. Endi hozir biz mana Minor metrodan 10 ga Novomoskovskiga qayilib, naryoqdan razvorit qilib kelishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli ahli guruh. Charchamayapsizlarmi? Ertan oldinglarmi? Shunisiz. Ishlarni boshlab oldinglarmi? Xudo xolasa mana biz ham. Birinchi zakazam dalniy podachib nomimiz. Ishlar yaxshimi hammada? Shunisiz. Charchamanglar. Zakaz отменен. Kuninglar barakatli bo'lsin. Ishlarga omad, charchamanglar. Sog' bo'linglar. Tayyormisan?
14 ming so'm bersang bo'ldi aka. Rozi bo'l, sog' bo'l, yaxshilik ko'rishga. Charchama. Va bizda bo'lsa navbatda keyingi yana 6 millik zakaz. Shu zakazga yetib kelamiz. Mana mustaqillik galereyasidan chiqib keladigan ekan bular. Ancha hozir o'ylab turibman, qanaqasiga chiqib kelishar ekan bular degan savol tug'ilyapti menda, chunki ham o'rtada перегород kelgan narsa bor. Bular standartdan kelib tushgan zakaz 1.61 1 kilometr 610 metr masofaga olib borib qo'yamiz. Rahmat. Svetofor bo'ladimi? Ha, bo'ladi shu. Uzoqdan o'tarkan. Charchamang. Xo'sh, bizga o'rtoqlar soatimiz necha bo'ldi? 5 ta kam 6 bo'ldi. Navbatda keyingi zakaz 1 kilometr 8 metr masofadan kelib tushdi. Va shu 16-zakazimizni amalga oshirib bo'ldik. Prям nima deydi, xullas ish keladigan joyiga kiryapti desam ham adashmagan bo'laman o'rtoqlar. Juda ham past narxda ola. Xo'sh o'rtoqlar, soatimiz 6 dan 27 daqiqa o'tdi. Mana Xudo xolisa. Boyaga Chilonzordagi zakazimiz atmen bo'ldi. Chilonzorga borishimiz kerak bo'lgan. Klientimizni sal boshqaroq joyga urib qo'yibdilar. Va ularga siz kelganingiz yaxshiroq, tezroq kelasiz, men qolib ketaman desam, atmen qilishi afzal deb bildilar va undan keyin biz Yunusobodga mana hozir 35 ming chorsudan olib kelib qo'ydik. Va vlyot bizga keyingi zakaz 286 ga 15 ga plus 4 komfort tarif. Aziz do'stlar, soatimiz 7 dan 38 daqiqa o'tdi. Kecha zapravkadan keyin ham bunday ko'p yurdik, xullas shuning uchun zapravka qilishimiz kerak. Gazimiz tugadi, hisob qizil yondi. Pромежуточный rezultat deydigan bo'lsa, xolos mana biz 20 ta zakaz qildik. 20 ta. Kilometraj bo'lsa, shu mahalgacha общий zakazlarga yurganimiz, ishimiz bo'yicha ровно mana 183 kilometr yuribmiz. Summa, lekin summa ish xullas bilmayman, til ojiz deydi-yu, juda katta kilometraj. Hozir mana yana ishlashimiz kerak. Bo'ldi. Rozi bo'l, sog' bo'l, charchama. Xo'p, rahmat. Xo'sh aziz do'stlar, 78 mingga gaz quydik. Gaz qo'yganimizdan keyin bu 3-zakazimiz va undan tashqari biz qornimiz juda ochib ketuvdiki, ovqatlangani boya og'iz ochar mahalcha unaqa yemuvdik narsa, shuning uchun qornim juda ham ochib qoldi. Hozir mana boshqatdan palmay, ya'ni nima deydi, energichniy kuchlar bilan deydimi, boshqalar bilan deydimi, xullas yana ishga qaytdik. Xudo xolasa hali ish jarayonimiz oldinda. Kommentariyamizda yoki mana shu Telegramdan lichkamni gruppamdan topib, ya'niki o'sha aytganimdek Taxi Store kanali bor bizda va undan tashqari Uklon Yandex qirollari gruppamiz ham mavjud. Aytganimizdek silkasi o'sha opisaniyada yoki kommentariyada shu orqali o'tib olishingiz mumkin. Xullas, kommentariyada yoki lichkamda menga bizani shu tomosha qiluvchi obunachilarimiz deydimi, kim deydi? Ba'zi birlari kekkayib ketibsan, kerilib ketibsan, mashina o'zgartirgandan keyin ular senga yomon ta'sir qildi deb yozishyapti. Aksariyat hollarda bunaqa anaqa narsalar shu menimcha savolligisiga javob o'z vaqtida berilmagani uchun bo'ldi. Ba'zi birlari bo'lsa, mashina o'zgardi, siz ham o'zgardingiz, videolar kamayib ketdi, videolar unaqa bo'lib ketdi, bunaqa bo'lib ketdi deyishyapti. Aziz do'stlar, agar adashmayotgan bo'lsam 600 tadan oshuv video chiqardi. 600 tadan oshuv video chiqardi. Endi bo'lsa bu yog'iga nima deydi, yaxshiroq, kачественный deydi, ya'ni sifatli maza matrasiga ega bo'lar bo'lmas narsalarni gapiravermasdan yaxshiroq narsa chiqarishga biz harakat qilamiz. Shu sabab ham va undan tashqari ishlarimiz juda ko'payib ketgan, juda ham qiyin bo'lyapti desam, taksistlarga adashmagan bo'laman. Bu yoqda mana nalog, bu yoqdan boshqa narsa o'sha joriy qilishgan. Xullas, salkam 1 million edi bu yilda boshida aytishganida. Endi bo'lsa o'sha martnikini ham qo'shib berishdi menga, o'sha Yandex ishlaganimni. Hozir общий yana 1 million 500 mingcha pul to'lashim kerak. Shuning uchun har kuni 10 mingdan qilib boshqa qilib
bular nima deydi, bunaqa tashkilotlar odamni motivatsiyasini tushirib qo'yayotadigan bo'lsam ham adashmagan bo'laman. Здравствуйте. Что, поехали, да? Да. Charchamayapsizmi? Zakaz qayerda bo'ladi o'zi? Qayerda zakaz ishlashni bilmay o'tiribmiz. Спасибо. Aziz do'stlar, 9000 bilan 2 kilometrga olib kelib qo'ydi. Shu 24-zakazni qildik, xudo xolasa bu degani 120 ming so'm bonusga biz erishdik degani, lekin zakazlar juda ham susayib qoldi. Hozir mana bitta zakaz kelib tushdi bizga. Atmen bo'lib ketdi, hatto bilmayman nimaga nasib emasmi shungami. No, xudo xolasa shu kalta qilib bo'lsa ham, mana shu Yunusobodda o'zidami, ertalab o'zi sizlarga aytganimdek efirda ishlamoqchi edim, lekin bugungi kunda mana ishlayotgan haydovchilar mana 10-mart sanasi ishlayotgan haydovchilar o'zi hamkasblarimiz bizani bu narsani juda yaxshi bilishadi. Bugungi kundagi ish jarayonini boya 180 nechidir kilometr do'mdim sizlarga. Hozir mana shu 39 kilometr yurdim keyingi zapravkadan keyin. Kilometraj naskолько aylanib o'tganda o'zingizlar ko'rishinglar nima deydi, mumkin atslova совсем hech qanaqa bir kechaga o'tgan kundagiga zakazlarga nisbatan o'shanga yaqinroq summadagi shu приемлемый summali zakazlar ham bo'layotgani yo'q. Va shu bilan birgalikda bizga mana keyingi zakaz kelib tushdi. Salkam 6 kilometr masofaga biz olib borar ekanmiz. Klientimizdan 13 klondan 2,5 itaga 6 kilometr masofaga biz qancha olar ekanmiz? 15500 so'm olar ekanmiz. Standart tarif. Anaqani ham menda tak 13 bo'lsa 7 bo'ldi. Ishlamay qoldi. Rozi bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p. Xo'sh, o'rtoqlar. Juda nima deydi, usertla deydimi yoki stress bilan deydimi, xullas amallab taqab 40-zakazni xudo xolasa yo'q bo'ldik aziz do'stlar. Soat mana 12:01 bo'ldi. Klient uyiga 700 metr qolganda yopvordik birlashaniyani, chunki bo'lmasa uspet qilmayotgandik va o'zlarini mana tashlab qo'ydik. Xullas 40 ta zakazga aziz do'stlar, xudo xolasa biz ulgurdik deydi-yu. Soatimiz 12dan 4 minut o'tdi. Mana sразу же bonus tushdi. 280 ming aziz do'stlar, mana уже yangi chisloga o'tdi. Xohlasa biz 40 ta zakaz urdik. Endi boshqatdan xohlasa mana shu balansdan yechib oldik. Zakazlar kelgan bo'lsa, zakazda yo'q emas, zakazda bor, lekin bizdan ozgina uzoqroq hammasi. Qo'ldan kelgancha yana bir 3-4 ta uygacha borguncha xudo xolasa qilishga harakat qilamiz. Shular bu ham boshqa. Ham qo'ldagi magazin oldidagi. Ha, shu. Shunday qilaymi? Ha, bo'ladi. Sog' bo'ling, yaxshilik bo'lsin. Sog' bo'ling. Zakaz kelib tushdi, o'rtoqlar atmay bo'lib ketdi. Lekin как раз kerakli zakaz edi, chunki domoviy rejimga mos zakaz edi. Bu klientni 30500 so'mga 9 kilometrlik masofaga biz olib kelib qo'ydik. 12 dan keyingi birinchi zakazimiz. Efirda zakazlar bor, yonyapti, lekin bizga kerakligiga
chiqmayapti. Bugungi kunga keladigan bo'lsa, rezultat mana bu aytishga ozgina uyalaman, chunki 40 ta zakaz qilgan taqdirimizda ham nima desa bo'ladi? Juda ham kepak summa bo'ldi desam ham adashmagan bo'laman. Mayda bu maydaligiga emas, yo'l kira narxi juda past bo'ldi o'rtoqlar bugun. Billa bir yaxshilik qilgin keladi, afsuslanasandan keyin. Startni qo'yishdik, xo'p, mayli-da, start arzon, gap yo'q. O'lgan tipish kerak ekanda. Chaqirishga chaqirdi startni. Fastni chaqirib o'tiribdi-da, fastni. O'zi start arzon, yana fastni urib o'tiribdi-da. Bo'ladi, ves. 100 masam allagan bo'laman. 150-160 lar bor-da, opacha. Yana fastni aytib o'tiribdi. Yana start chaqirganman deydi. Bu nomini ham, mashinani ham tanimayapti borsam bori. Oti nima edi? Nima yozib tushunmadik deydi. Qanaqa mashina bu deydi. Men aytdim, "Ancha fastni chaqirsangiz ko'rmaysiz" dedim. Yuravering ana shunday dedi. Bir umr shuni qolib ketdi. Ashdan o'tib ketsammi? Yo'q, qarama-qarshi joyda turaman. Ha? Qarama-qarshi joyda turaman. U yoq taraf turasanmi? Voy, ekmaysanmi? bo'ldi. Asrobga to'xta o'sha yoqqa chiqaman. Asrobgada o'zing qizning men o'ta miya ham ishlamayapti shunga. Bo'lmaysan. O'tdan bilan chiqib ketsa Jorji bor edi, bo'lsa mashina qo'yib. Ay. Sog' bo'l ukam, yaxshilik bo'lishiga. Charchamang. Charchama, sog' bo'l. Xo'p, rahmat. Xo'sh, aziz do'stlar, 27 ga to'g'ri 31.7 km 800 metr masofaga olib kelib qo'ydik. Maxtum qo'li ko'chaga boyaga zakaz berdi. Boya atmen bo'lib ketgani sababi klient kartasida pul bo'lmagan ekan. Keyin kartasiga pul tashab boshqatdan chaqirgan ekan. Biz bo'lsa ikkinchi gaz zapravkadan keyin 118.7, 119 km yurdik. Yetganimizda uyga qarab ketamiz. Xo'sh, aziz do'stlar, 58.300 so'mlik gaz qo'ydik biz. Endi uyga kameramizni zaryadkasi ham tugadi. Bu yog'iga telefonda syomka qilamiz. Boya 78-80 milli gaz qo'ydik, yo'q, hozir 58-260. 140 ming gaz. 140 ming gaz bo'lgan bilan tak 30 mingga ovqatlandik. 170 30 ming suvga, prochi rasxodlarimiz 200 ming rasxodga o'rtoqlar. Общий 42 ta zakaz qildik. Soatimiz 1 dan 4 daqiqa o'tdi. 12 soatdan oshiqroq vaqt davomida biz liniyada bo'ldik. Adashmasam agar men ishlamayapti. Kilometraj kelganmiz, uygacha 3 kilometr bor yana. Shunda biz bugun 307 kilometr yurgan bo'lyapmiz aziz do'stlar. 307 kilometr. Xullas, zakazda kepi nargi videomizga o'xshab mana buniki ham Telegram gruppamizga hozir tashab qo'ydik. Описаниеda va kommentariyada silkasi bor. Shular orqali gruppamizga qo'shilishib, Uklon, Yandex qurollar gruppasi, Taxi Store kanali gruppasi, Instagram profilimizda ham biz qo'yib boryapmiz bu narsani. O'tib bemalol rezultatlarni ko'rib, o'zingizga xulosa qilib chiqara olishinglar mumkin. To'g'risi aytsam, juda ham charchadim. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Muhammad, qanday solayapsizmi? Yomon bilasizlar. Bitta ahad qayyum ta'limayapti, bilmayapti-da meni. Bo'lmasa kaskadorlikka ishga olaydimi, ha? O'sha ko'rishgan joyimizdaman. Mega Planet do'konga kirib bir xaloq so'rab ketaylik. Savdo qanday bo'libdi? Qo'yaylik har zaman o'tganimizda. Shu ahad qayyum bilmayapti-da, bo'lsa kaskadorlikka ishga ketaylik-da. Yopib qo'yibdi. Qayerga ketdi? Yo'dan chiqmadi menda. Tualet ketdim, so'rish. Istab qoldim. Qorni og'rib qoldim. Ish bo'lmagan bo'lsa bo'ldi-da magazinda.